Yana bir part 1'ni ko'rib chiqqan bo'lamiz, aziz do'stlar. Bu yerda yana aytib o'tilgan qoidalarni takrorlayman. Har bitta videomda shundan narsani takrorlaganimdan keyin shu qoidalarni, skilllarni takrorlagandan keyin albatta sizlarda ham shu ko'nikma hosil bo'lishi shart kerak bo'ladi. Birinchi, har qanday passajda Canadian misol uchun hozirgi bergan passajda Canadian image deb beryapti. Buni sarlavhasini tushunib olganimizdan keyin uni o'qish oson bo'ladi. Va albatta qo'yiladigan get feeling, ya'ni boshlarga qo'yiladigan so'zlarda qidirishimiz oldingi qatorlardan chiqadi odatda. Agarda mabodo bunga oldingi qatorlarda shunga mos so'zni topolmasak, o'zidan kelayotgan qator yoki bo'lmasa bitta passni o'qishda davom etamiz. Qachonki shu o'xshash so'zlar kelib qolsa, shu oldindagi so'zga misol uchun bu yerda qaranglar, speaking Canadian deb beryapti. Demak, shunga o'xshagan so'z bo'lishi kerak tepada. Shunga o'xshagan so'z bo'lishi kerak tepada yoki bo'lmasa davomida bo'lishi kerak. Yana bir qatora ko'rib chiqamiz. Yana qayerlarda kelishi mumkin? Odatda shu o'qiyotgan, ya'ni qo'ymoqchi bo'lgan joyimizdan yuqorisida oldindagi gaplarda chiqadi asosan. Qani boshladik bo'lmasam, birinchisi, imagine yourself sitting in a cafe one day in your hometown, where on the next table you hear some people speaking English with a strong American accent, calling and speaking Canadian. Qanaqa kanadalik bo'lishi mumkin bu? English speaking Canadian, American speaking Canadian. Yana qaysi so'z tushishi mumkin? Demak, bu yerda English speaking Canadian. American speaking bo'lmaydi, chunki amerikaliklarning ham gapiradigan tili bilamiz. Asosan beginner darajada yoki elementary darajada bu narsa o'tiladi. Amerikaliklar ham ingliz tilida gapiradi. Hamma biladi, butun dunyoda ma'lum. Demak, English speaking Canadians degan so'zni mana bu yerga English deb yozib berdilar. Can be as bad as telling Scotsman he's English or a Swiss person he's German. In spite of common language, there are different in culture, nation, feeling. Ya'ni farqi bor yerda madaniyatda va o'zini qilishda farq bor. The same way as Quebecers are determined to keep their identity. Xuddiki Quebecers degan Quebecers shahar, shu shaharda joylashgan shaharning nomi. Andijonliklar deganga o'xshagan, Andijonliklar deganga o'xshagan, u yerda ham Quebecer degan shahar bor ekan. Shu yerdagilar maqsad qilishganki, to keep their identity, o'zlarini identity degani o'zlarini shaxsiy, xuddi brendga o'xshagan narsa, shaxsiyatlarini ushlab qolish uchun harakat qattiq qaror qilishdi. Canadians from other provinces are determined to keep the Canadians to keep bilan qaranglar. Or determined to keep their identity. Demak, bu yerda Canadians identity. Demak, juda ham oson. Mabodo bu narsani tushunmaydigan bo'lsanglar, ya'ni darajada beginner bo'ladigan bo'lsa, bo'lmasin determined keep dedimi? Bizdan bitta so'z talab qilyapti. Their bitta so'z tashlab ketamiz. Canadians theirga mos kelyapti, identity qo'yamiz. Juda ham oson. Although the Canadians way of, xuddi way ofdan keyin boshqa joydagi way of tepada ko'rmadik, demak undan keyin qatorda and more like the American way of life. Way of life demak mana bu yerga life degan so'z tushadi. Next one is like most European countries, Canada has a national health and good social security system. National health system. Milliy sog'liqni saqlash sistemasi. But good welfare service have to bid for by high tax yoki National Health Service. O'zi eng healthcare system deb keladi. Healthcare services deb ham keladi. Endi bu yerda bizdan qaranglar, shu yerda bitta so'z qo'yilgan. Bu yerda article turibdi. Article bu nima? Birlik. Birlik ishlatishimiz kerak. Odatda bu passajlarda shakllarni o'zgartirmasdan boshqa bir joydan olib qo'yishimiz kerak qoidasi bo'yicha. Lekin bu kitobni yozayotgan avtor, ya'ni yozuvchi balki o'zi bilgandir, bilmagandir. Javobda service deb yozib qo'ygan. Services. Bu narsaga e'tibor bermaymiz, chunki ko'p uchraydigan kitoblar uchraydigan
xatoliklar ham bo'ladi, balki to'g'rilmagandir. Keyinchalik nashrlarda to'g'rilab qo'yar. Agarda to'g'rilanmagan bo'lsa, bunga e'tibor berilmaydi. Bizning maqsadimiz bu ishni tanqid qilish emas, muhimi bizga shu kitob orqali nimadir beryapti, bilim beryapti. Men shuni healthcare system yoki health system degan bo'lardim. Agarda servisni birlikda berganida servisni qurgan bo'lardim albatta. Shuning uchun men bu yerda health system desak ham bo'laveradi. Health system. Muammo bo'lmaydi, tarjimaga o'xshaveradi. Health system degan so'z mavjud. Collocation bo'ladimi? Bo'ladi. Chunki security system, health system, transportation system sistemaga tushadi. Have to wait for buy high taxes so that cost of living in Canada is high. Because of these, hundreds of thousands of Canadians e'tibor bergan bo'lsalar, endi to'rttagina holat aytib o'tmadim. To'rdagi get feelingda tepadan kelmadi. Health bilan bog'liq bironta so'z yo'q. Lekin uning pastida shunga o'xshash rhyming bo'lib kelayotgan, ya'ni oxiri bir xilda jaranglaydigan so'zlar. National health, good social security, good welfare. Demak, bu yerda to'ri kerak bo'ladigan so'z servisaga. And the next one is because of these, hundreds of thousands of Canadians often get in their cars, drive over to the USA to go shopping. USAga borishadi bozorlik qilish uchun. But the American influence is not just a question of, lekin Amerikaning ta'siri faqat shu bo'yicha emas. Ya'ni bu yer oldingi aytilgan gapni ma'no nima edi? Ma'no yuzlagan, minglagan odamlar, kanadaliklar Amerika bozorlik qilgani boradi demoqda. Demak, asosiy g'oya bu yerda bozorlik qilish. Shuning uchun question of shopping. Mana shopping yozamiz. There is television too. Ya'ni bundan tashqari, ya'ni nafaqat shopping bozorlik qilishga ta'sir qilgan, televizor ko'rishiga ta'sir qilgan demoqchi. All Quebecers tend to watch their own French language TV station, ya'ni fransuz tilida gapiradi, kanadaliklar bilasizlar. Fransuz tilida ham yaxshi bo'ladi. Shu narsa fransuz tili stations degan TV stations kanallarni ko'rishda xohlashadi. Tend to degan bu yerda xohlashadi moyilligi bor. English speaking Canadians have a choice between local and speaking channels, ya'ni ingliz tilida gapiradigan kanallar o'zlari tanlov bor. Mahalliy ingliz tilida gapiradigan kanallarda tanlash. National program for CBC from CBC dan milliy programmalar. Thousands of American shu yerda qarang, ikkitasi tushadi. American channels and American programs. Ikkitasini qo'ysa ham bo'laveradi. American channels yaxshiroq variant. American programs bu ham ma'qul. Aslida tanlagan bo'lardim. Agar channels bermasa, albatta American programs tanlayman. Agar program ikkitasi turib berilgan bo'lsa, ya'ni ham channels turgan bo'lsa, ham program turgan bo'lsa, American channels bo'ladi. Brought to them by cable and satellite. Bitta narsani aytib qo'yay do'stlar. Har bitta ko'rayotgan part 1mi, part 2mi, part 3mi albatta ko'rib analiz qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi, talab qilinadi. Nimaga? Chunki bu imtihon yana qaytadan tushib qolishi mumkin. Buni esdan chiqarmaysizlar. Analiz qilishda siz uni to'g'ri topdingizmi, noto'g'ri topdingizmi, undan qat'iy nazar 1dan 6gacha nima qo'yganingizni ko'rib qo'ying. Men 5 topman, faqat xatoni ko'rib qo'yishim kerak desangiz, bu noto'g'ri. Chunki keyin safar u xatoni to'g'rilaysiz, lekin to'g'ri topganingizda xato qilib qo'yish ehtimoli bor. Endi shunaqa bo'lgan. Agarda sizdan xuddi shunday narsa kuzatilgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Ya'ni analiz qilgandan keyin yana qaytadan ishlaganingizda xato qilgansiz, ya'ni oldin to'g'ri topganingiz, ikkinchi marta xato qildingiz. Sog' bo'lasizlar. Subscribe. It's not about registration, it's about subscribe. Don't forget to subscribe my channel. Take care.